Alloh aytar ekan, ey Azroil, bor falonchini farzandini jonini olgin. Jonini olindi. Alloh taolo bilib turibdi hammasini. Bandam nima deyapti? Ya Robbi, senga hamd aytayapti. Bandam menga hamd aytayaptimi? Uni gulzordagi gulini, pishgan mevasini, ko'zini qorachig'ini, qalbini mehrobini yulib olsaman, u menga hamd aytayaptimi? Hamd aytayapti. Robbim, senga shukr aytayapti. O'zing berding, o'zing olding deb rozilar. Biz qazoyi qadarga rozimiz ey Alloh deyapti. Alloh aytar ekan, guvoh bo'linglar. Bu bandalarimning gunohini kechirdim. Qiyomatda bu bandalarimga o'ziga tayyorlangan jannatdan oliyroq alhamdulillah degan, hamd degan qasr quringlar. Nega? Farzandini musibatiga, sinoviga, o'limiga sabr qilganligi